Alisher akamni hech kim katta pulga to'yga yetmaydi. Eng qimmat chiqqan to'y $400 bo'lgan. Ehsondan foydalangan inson bu dunyoda emas, u dunyoda ham javobini o'zi beradi. Meni muammoyim uni oldida juda ham global muammo degan gaplarni gapiryaptilar. U opani maqsadi o'zini shu olib chiqib, xalqdan pul undirishda maqsad. Boqimanda qilib qo'ymayapmizmi xalqni? Alisher talqinida qandaydir ommalashib ketgandan keyin Gulzopa bu qo'shiqqa e'tibor qilib qo'ydi-da shu bola uchun. Shu demak, sen uchun dedi bugun konsertga chiqdi qo'shiq. Ko'ruvchisi ko'p edi Jaloliddinda. Jaloliddin nima desa ishonarganda xalq. Xalqda har xil tushunchalar bo'lishi mumkin-da, shu ehsondan foydalanayotganlarni ham ko'ryapmiz, o'zini cho'ntagiga urib ketayotganlarni ham ko'ryapmiz-da. Yetishmovchiligida hammamiz meni ham uyimda bor yetishmovchilik. Tanilishingizga nima to'sqinlik qildi? Ikkita qo'lda cho'tirgan qush bitta qanoti ketgandan keyin qush zaiflashadi, uchalmay qoladi. Alisher bilan qo'yilgan hamma video rekomendatsiyada. Bular endi u pul darajasidan, taniqlik darajasida ancha katta insonlar. Lekin Alisherga bepisand emasdi. Bitta ayibni gapirib o'tib ketaman. Shoir akamiz bizga sotgan she'rni unga ham sotib qo'yganda, bugungi qilayotgan yaxshiligimiz javobi u dunyoda albatta bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Oynai Jahon orqali bo'lsa-da didorlashib turganimizdan bugun benihoyatda mamnunmiz. Sizning e'tiboringizga yana bir san'atimiz vakillaridan bugungi kunda juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan xonandamiz Baxtiyorjon G'oziyev bilan bo'ladigan intervyuni havola etmoqchimiz. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, sizni xush ko'rdik studiyamizda. Rahmat, sog' bo'ling. Umringizni baraka toping. Xursandman. Sog' bo'ling. Baxtiyor akamiz vodiydan davonashib keldilar. Yo'lda charchoqlar bo'lmadimi? Yo'l yaxshi, ob-havo yaxshi. Ozgina yomg'irda hisobga olmaganda juda chiroyli tabiat. Peravalda ayniqsa mashinalarni bir ko'rsangiz maza qilasiz, inson bardil ochiladi. Yaxshi, zo'r keldik, xudo xolasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Baxtiyor aka, o'sha mashhur Dadamni soyasida qo'shig'i. Eski mavzu. O'zbek xonadonlarini hech birini chetlab o'tmadi-da bu qo'shiq. Juda ko'p katta muhokamalarga sabab bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. O'zi oxiri nima bilan tugadi bu muhokama? Bu qo'shiqni ko'p intervyularda gapirganman. Bu qo'shiqni boshlanishi ham yaxshi bo'lgan. O'rtada ozgina bir tushunmovchilik sababli odamlarning nazar hozirgi kuni gaz so'zi bilan aytganda PR-ga o'xshab qoldi bu. Bir uyushtirib olib ikkovi bir-birini ko'tarmoqchi bo'lib qilyapti degan negativlar bo'lganda, lekin PR qilaman desa boshqa mavzular bor edi. Buni qo'shiq emas. Ko'p mavzu bor edi PR-ga, lekin o'sha payt shunga majbur bo'lib qoldik. Bir qo'shiqni qandaydir himoya qilish kerak bo'ldi. Keyin u ukamiz Jaloliddin bilan ham kelishib, hamma narsani hozirgi kunda hech qanaqa to'siq devor yo'q, hammasini chiroyli bilan yakunlaganmiz. Bitta ayibni gapirib o'tib ketaman. Shoir akamiz bizga sotgan she'rni unga ham sotib qo'yganda, mana shu yerda ikkita inson o'rtasida nizo kattalashib ketib qolgan. Borib hamma narsani bir chiroyli qonuniy qilib, bir-birimizga tenaki mushit qilmaydigan qilib, bir-birimizga yomon gap bo'lmaydigan qilib bu temani yopganmiz. Sudning xulosasi nima bo'ldi? Sudning xulosasi avtorskiy prava Baxtiyor G'oziyevda qo'ygan. Avtorskiy huquqda she'rda mulkiy huquq bor, eksklyuziv huquq. Uni ham o'zimga olganman, sabab keyinchalik ham bu she'rdan qanaqadir muammo chiqsa shoirni aralashtirmaslik uchun. Hozirgi kunda qo'shiqda avtorskiy huquq, eksklyuziv huquq o'zimda egasida qolgan. Boshida shu kelishuvda shoirga tushuntirilmaganmi? Nima uchun boshqa odamga yana sotilgan bu she'r? Men tushunishim bo'yicha bu qo'shiqcha bo'lganda shoirimiz juda taniqli bo'lmagan. Bu ham o'zlarining bir ko'ruvchilari bo'lgan, lekin qo'shiqlari ommalashgan she'ri birinchisi shu bo'lgan. Mening mo'ljallimda shunaqa bo'lgan. U insondan sotib turgan paytimizda haqqini so'raganmiz, qancha paloncha shu aytilgan summasini berganmiz. U summa berilgandan keyin u inson aytganki, video tashlab berilganmizga men qo'shiqni Baxtiyorjonga berdim va boshqa san'atkor kuylashga qarshiman. Baxtiyorjonning ruxsatsiz foydalanilmasin degan video. Uni ham bir xudodalimga solgan olib qo'yganman. O'sha payt muzokara bo'lgandan keyin buni men sudga taqdim qilganman. Ijrochilar hammalari ko'rib chiqib, menimcha odilona hukm o'qilgan bu qo'shiqqa. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Men hech kim bu qo'shiqni aytishga qarshi emasman, qarshi bo'lmaganman, lekin oxirgi paytlarda biz san'atkorlar o'rtasida tanilmagan qo'shiqni aytib chiqib olish bo'lib qoldi. Yaqinda bir narsani guvohi bo'ldim, Bahodir Mamajonov. 18 yoshimda edi, bilasiz. Mana shu qo'shiqni ham Bahodir Mamajonov aytganligini yaqin o'rtada bildiydi. Ungacha bir gitarachi ukamiz sag'ada aylandi. Shu narsani tushunib bordimki, bugun yaxshi qo'shiqni egasi ko'payib qolyapti.
Lekin bu nizoni ham tagida bir yaxshilikka xizmat bo'ldiki, keyingi san'atkorlar o'ylashib ish qiladigan darajaga olib bordi qo'shiq. Ha, demak biz aytsak hozir bunga chora ko'rilar ekan, yo qaysidir ma'noda bir ma'muriy javobgarlik bo'lar ekan degan bir tushuncha bo'ldi. Qaysidir ma'noda shu kelajak avloddagi san'atkorlarga dars bo'ladi desa ham bo'ladi. Tushunarli. Qaysidir ma'noda mana shu muhokamalar, mana shu tortishuvlar sizga ham PR bo'lib xizmat qildi deb PRga o'xshab qoldi. PRga o'xshab qoldi. Sabab hali tortishuv hozirgi kunda oddiy bo'lmayapti-da. Birovlar tortishsa, videoni o'chirib qo'y deydi kimdir. Bu uyushtirilgan narsada video положено hamma ssenariy bo'yicha bo'ladi-da. Endi ssenariy yo'q-da. Endi hamma narsa bu o'rda turgan voqea. Men prosta telefonimda yozilgan zvuklardan foydalanib video qilib qo'yganman. Odamlarni ishontirib olmaganman. Ko'ruvchisi ko'pida Jaloliddinda. Jaloliddin nima desa ishonaverganda xalq. Shuning uchun men isbot bo'lish uchun hamma narsani aslavaniya bilan, ruschasiga aytganda shu tasdiqi bilan qilganman shuni. Endi hozirgi kunda bu narsalar hujjat bo'lib qolyapti-da. Mana shu o'qib qo'yilgan galasoy qanaqadir videolar baribir kerak bo'lyapti-da. Shuning uchun keyingi ijodda ham, keyingi bir hayotda ham qadrdonlarga aytaman, kim bilan qanaqangi oldi berdi bo'lganda bir yo bir guvoh bilan yo bir qanaqadir isbotli bir so'z bilan bo'lsa, menimcha oxirida etagida tugashida hech qanaqa nizosiz bir kelishuv bilan hamma chiroyli tugaydi. Meni maslahatim shu. Men faoliyatingizni intervyu olish uchun o'rganib chiqishga harakat qildim. 20 yildan ortiq bo'ldi faoliyatni boshlagan. 20 yil, 2001-yil qo'shiqchilikni boshlaganman. 2001-yil rahmatlidan Oxonjon Madaliyev olamdan o'tganlarida meni san'atga olib kirib, qo'limga kasetani magnitofonlar bo'lardi bu yerda. Shulardan o'rganib uyimizda ko'p eshitilardi qo'shiqlar. Dadam bir joyda ish qilsa yoki bir uyda bir dam olgan kunlari shu Oxonjon Madaliyev qo'shiqlari uyimizda 2 marta 3 martadan aylanardi-da. Ko'p eshitganligim uchun bu quloqqa kirib qolib, san'atga qiziqish bo'lib qolgan. Shu sabab bo'lgan deb o'ylayman. Mana shu 20 yildan oshiq faoliyatingiz davomida mana bitta narsaga hayronman-da, sizga tanilishingizga nima to'sqinlik qildi? Tanilishimga to'sqinlik qilgan narsa va sababni aytaymi sizga, hozir oddiyroq qilib aytaman. Hozirgi kunda juda ko'p narsa moddiy tomon bilan hisoblanadi. Men o'sha 2007-yil ijodni yangi boshlagan paytimda 2003 adashmasam kollejga o'qishga topshirganman. Yo, to'g'ri 3-yil. O'sha topshirgan yilim birinchi sindirayotgan narsa meni o'sha Go'zalim alvido, jonim alvido degan qo'shig'im bo'lgan. Bu qo'shiqni men rosa yaxshi niyatda qo'shiqni aranjirovka qilib, bizning muloqot televideniyasi bo'lardi. Kliplarini taqdim qilgan paytimda bu qo'shiqda bir o'shlik yigit tomonidan kuylangani unisi buni tashlaydi-ku, mana bir sizga baxtli qo'shiqni kimdir aytibdi deydi. Keldi Rustam akam bor edi, Shahrixon akam ustoz hisoblanadi bizga bu inson. Seni qo'shig'ingni palonchi aytib yuboribdi dedi. Keyin bordik, surishtirdik, u yigitdan begona emas, Rustam akam taniqli bir tanish yigit bo'lgan. U yigitga chiqdik, u aytdi palonchidan sotib olganman deb, bir Nozimjon degan bastakor bo'lardi Andijonda. Ali Botir Qodirov o'sha paytlar yangi chiqqan paytda u inson bilan ham birga ishlagan. Ko'p san'atkorlar qo'shiq yozgan. Bu inson kimdirdan olib men buni sotdim degan, xullas va hokazo mana shu yerdan boshlangan nizom meni sindirib qo'ygan. Bugun qilib turgan mehnatimni kimdir ilib ketsa men ijod qilishim o'zi kerak emas degan bir anaqaga tushunchaga borib qolganman-da. U paytlarda internet ja unaqa emas, disklarga chiqarib qo'shiqlar yo kasetalar bo'lgan. O'shandan keyin qo'shiq qilish orada 3-4 yilga to'xtagan menda. 2008-yillargacha qo'shiq qilmadim. To'yga borib kelib 5 ming 10 ming qilib yig'ib qilgan qo'shig'im edi-da menda. Hali baribir mehnat qilgan narsa aziz bo'ladi deydi. Endi u qo'shig'idan keyin orada 2008-yillar otam olamdan o'tdilar. Bu katta yo'qotish bo'ldi. Otam olamdan o'tgandan keyin menga na bir maslahat beradigan, na bir pul tikadigan va hokazo bir suyanchiq devorim ketib qolgan edi-da. O'zim qolganman. Hech narsaga imkoniyat yo'q edi, faqat tirikchilik, oila, bola chaqa. Shuning uchun orada ancha to'xtalishlar bo'ldi. Faqat to'yga borardik xolos. Endi internet zamoni keldi, ozgina Alloh bir omad berdi. Ozgina 3-4 so'm pul topganimizdan keyin o'zimizga qaraydigan bo'ldik-da. Hamma narsasi pulga ketdi, qalb qoladimi? Shunday. Aka, sizni bir nechta qo'shiqlaringizni doimiy ravishda eshitib yurishga harakat qilaman-da. To'g'risi, insonni shu qalbini chertadigan, qalbigacha yetib boradigan qo'shiq bo'lgan deb ayta olaman. Janozamga kelib qo'y, onamga tegma, ulgurmadim tavba qilishga nomli qo'shiqlaringizni to'g'risi o'zim ko'p eshitaman. Shu qo'shiqlaringiz mana yaratilibdiki, bu qo'shiqlar to'yda ijro etiladigan yoki bir o'ynatadigan qo'shiqlar emas-da. Men endi o'zim
bilgan ma'lumotlarimga ko'ra aytmoqchimanki, san'atkor o'sha o'ynatadigan sho'x qo'shiqlar yaratsa, ko'proq daromad keladi. Ko'proq to'ychi bo'ladi, to'g'ri. O'zini sarf xarajatini qoplaydi. Shunday. Lekin bunday qo'shiqlar qoplamasligi ham mumkin. Men bu savolingizga o'zimdan kelib chiqib javob bersam maylimi? Qarang. Birinchi qo'shig'imiz Onamga tegma, hayotiy qo'shiq. O'zingiz misol agar bu kunni bir boshini o'tkazgan inson bo'lsa, bu qo'shiqni kerak bo'lsa yig'lab eshitadi. Otasi o'tib ketgan inson biladida, endi ikkita qo'lda cho'tirgan qushni bitta qanoti ketgandan keyin qush zaiflashadi, ucholmay qoladida. Shu bitta qanotni olib qo'ymagan degan ma'noda shoir yozgan buni. Bu men hayotim, bu otamdan ayırding, onamga tegma. O'zimning hayotimdan kelib chiqib yozganman bu qo'shiqni. Endi ikkinchisi janozamga kelib qo'y. Bu qo'shiqni men yozganimga bir 2 yil atrofida vaqt bo'ldi. 22-yil yozganmizda buni. Yozganimdan keyin ommaga bermaganman. Qo'rqqanman bir narsadan. Onam yig'lagan birinchi eshitgan kuni, "O'g'lim bunaqa qo'shiqlarni aytma. Bu qo'shiq o'lim haqida ekan. Senga yarashmaydi, endi hali yozsan" degan gaplar bilan onam tomonidan tanqid bo'lgan qo'shiqqa. Shuning uchun ommaga bermaganman. Faqat telefonimda o'zim uchun eshitadigan qo'shiq bo'lgan. Burki internetga qo'yganimda ham so'kib og'izga tashlaganman, o'zim kanalimga qo'ygan paytim. Endi bu qo'shiqni aytib yurgan paytimiz Alisher Fayz. Alisher akam bizning hayotimizga kirib kelgan paytlarda. Alisher shunaqa bo'laki, hozir endi buni bekorga qo'shmadim, sabab qo'shiqni ommaga olib chiqishimga sababchi bo'lgan odamda bu. Alisher aytardiki, "Dada, men deydi, agar deydi olamdan o'tib qolsam deydi, bugun o'tib qolsam deydi, ko'maydiganim yo'q. Yoki meni onam yoki otam yoki akam yo'q. Lekin agar deydi bir sabab bo'lib menga bir narsa o'tmasin, janozamni siz o'tkazasiz. Men sizga ishonaman. Yonimda turgansiz. Har qanaqa nimasi bo'lsa, xizmati bo'lsa sizda bo'lsin, shuni gardaningizga oling. Men sizdan boshqa insonga bu narsani ishonmayman. Ertaga ko'chada bir joyda qolib ketishim yoki uni bir yomon ko'rgan odati bor edi, doktorlar o'ligini qolib ketmasin degan so'zlar ishlatganda. Kim bu qo'shiqda yozganimdan keyin shu Alisherga buni qo'yib berdim bu gaplardan keyin. Alisher hozir eshitsam yo'laydi, qo'shiqda hozir eshitsam yo'laydigan qo'shiq. Shundan keyin aytdimki, ha, degan shu bolani hayotida bir narsaga sababchi bo'libman. Shu qo'shiqni ham ommaga qo'yamiz, xalq qanaqa qabul qiladi. Internetga qo'ydik, shunaqangi bir yaxshi fikrlarni odamlar eshitdi bu qo'shiqni. Nafaqat Alisher. Agar bugun bir Alloh bergan umrimizda vaqt soati tugab olamdan o'tadigan bo'lib qolsa, insonni bir peshonasida tabrotda bor bu. Shunaqa kun boshimizga kelsa, kimgadir siz ham aytishingiz mumkin-da, buni yaxshi ko'rgan insoningizga. O'tiraman janozamga kelib qo'y. Bu insonlar bir-biriga aytmoqchi bo'lgan gapini ochiqroq holatda yozilgan so'zlari bu. Aytolmaymiz-da, do'stim, sen mendan keyin senga shunaqa deb, lekin u o'zi his qilish kerak bu narsani. Shuning uchun qaysi ma'noda bir yaxshilikka xizmat qiladi qo'shiq. Nimadir anglatadi insonlarga. Balkim hayotda, umrda vaqtinchalik, balkim hamma narsani chek-chegarasi borligini, balkim do'stlikni, balkim yo'qotishda hammasini bir anglatib qo'yadigan so'zlari bor buni. Ulgurmadim tavba qilishga. Bu qo'shiq juda bir yaqin insonimiz tomonidan yozilgan so'zlari. U gitarist ukamiz edi, yaxshi yigit edi, shu qo'shiqni aka shunaqa deb bir joyda aytib berdilar. Kim aytdiki, agar sendan qarshilik bo'lsa, ozgina o'zgartirib aytaman, lekin ohangi insonga yetib boradigan darajada qo'shiq bo'lmaguncha to'xtatmayman. Qo'shiqni yozdim, ulgurmadim tavba qilishgani soat 2:30 kechqurun. Yozib TikTokka qo'yganman, ertalabki prosmotr meni shunaqa xursand qilgan qo'shiqda. Negativ o'qimadim. Asli bir qo'shiq yozilganda 100 ta kommentariyada kamida 10 ta negativ bo'ladi. Shu qo'shiqni negativ ko'rmadim. Faqat ibratli videolar qo'yardi odamlar. Kimdir yig'lagani, kimdir qilgan ishidan afsuslangani, hatto TikTokerlarni ko'rdimda bunga video olgan. U bolalar uncha-muncha qo'shiqqa video olmaydi. Hayotga kelib hamma ish qilar ekanmiz, lekin tavba qilishga vaqt yetmay qoladi. Bir kun kasal bo'lganda o'ylaydi inson, namoz o'qimabman-da, yo men ihsonda qatnashaman, yo falonchi o'rtog'im dedi, falonqa bo'lganda bora olmadim. Shu nima sabab desa, tirikchilik yoki pul bo'ladi, yo mansab degan narsa xalaqit qiladi bunga. Shuning uchun o'sha so'zlarda yozilgan. Agar o'lsam, ulgurmadim tavba qilishga eshitgansiz qo'shiqda. Agar o'lsam, so'zi nima edi ehtiyojdan shuni sal esimga keldi. Agar o'lsam yaxshi bo'ladi. Yuzim chidarmi? Allohim, bo'ldi, o'lib ketamiz endi, qabrdan chiqchi, ha? Agar o'lsam, yuzim chidarmi Allohim yonida turishga. Qarang, so'zni qarang.
bugun bu yerdan ketyapmiz, lekin xatolarimiz ko'zimizning oldinda. Jannatga hamma biladi loyiqmi, loyiq emasligini. Shuning uchun bu qo'shig'im balkim insonlarni bir ko'ngliga, bir ilig'ligiga olib kirib, bugun qaysidir ma'noda bir tavba qilishga, bir namoz o'qishga deymizmi yoki yaxshilik qilishga ham, ihson qilishga ham undagan bo'lsa, men qilgan mehnatimdan xursandman. Qo'shiqlar haqida fikrimda bu meni. Chindan ham insonlarni yurak-yuragiga kirib borishga ulgurdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ko'pchilik yo'qyapti. Keling shu janozamga kelib qo'ydan ozgina bo'lsa. Bir misol aytib beray. Har bir banda ketar dunyodan, sen ham men ham tark etarmiz bilib qo'y. Umrim tugab sendan avval men o'lsam, o'tinaman janozamga kelib qo'y. Sendan avval bu ko'zlarim yumilsa, o'tinaman janozamga kelib qo'y. Bu jasadim yerdan manzil olgan choq, hamma meni tashlab ketar bilib qo'y. Sendan avval bu ko'zlarim yumilsa, o'tinaman janozamga kelib qo'y. Yaxshi ko'rgan sizlarimiz. Har bir insonni yashab o'tar ekan, hayotda armonlari bo'ladi-da. Bo'ladi. Sizning hayotdagi eng buyuk armoningiz nima? Armonim bugungi kunda, bugun ko'rib turgan darajamda men san'atkor bo'lishimni orzu qilgan inson otam edi. Hamma davrada armon haqida gapirganda birinchi ko'zimni oldida gavdalanadigan inson otam. Otamni bugungi darajotimni ko'rmagani, bugungi yutuqlarimda yonimda turmaganligi eng katta armon. Otani borligida hamma chiroyli bo'ladi-da, yo'qchilik ham bilinmaydi. Ota yoningizda turib, o'g'lim akaning bor, men shu yerda yoningdaman, o'g'lim. Gazini bos deydigan ota bo'ladi-da. Aka-uka ham o'z yo'liga o'tib qolar ekan, vaqt kelsa ona bilan ham bir bo'lishalmaydigan dardlaringiz bo'ladi-da. Faqat ota istadi. Yutug'ingizni ko'rayotganda shu quvonib, yoningizda bir xursand bo'lib, siz uchun bir faxrlanadigan ota bo'ladi. Ayrim davralarda farzandidan bir g'ururlangan otalarni ko'rsam, meni ham otam shunaqa bo'lgan bo'larmidi degan bir xayolim bo'ladi. O'tadi bu narsa. Lekin shu armon haqida gapirsa, men boshqa narsadan armon ko'rmadim, hamma narsa bo'ldi. Shunda Xudo so'raganini berdi, lekin otam yo'qligi eng katta armon men uchun. Men hayotda bilgan, yo'qotgan armonim shu, men orzu qilgan darajani ko'rmagan insonim otam bo'lgan. Otam faqat armon deganda otam esimga keladi. Shu otangizni qaysi voqealar bilan eslaysiz, qaysi gaplari bilan xotirlaysiz ko'proq? Otamdimi? Otamni bitta yaxshi gapi bor edi. Yigit kishini deydi, cho'ntak soqov bo'lib qolmasin degan gaplari bor edi. Bu gapni biz yoshligimizda oddiy narsa, bir kulgili bir tushunmaganmiz, kulgili narsa deb o'ylardik. Buni sababi o'qishdan dadam ertamatdan o'qishga borib kelishim uchun 10 so'm pul berardi. Shu 10 ming so'm, hozirgi kunda 100 ming so'mni miqyosida tushib, 10 ming so'm pul berardi. 10 ming so'm pul bilan men 700 so'm aqa 700 so'm baqa yo'l kira qilardim, 1000 so'm aqa 1000 so'm baqa yo'l kira qilardim. Yeb ichdim, yetkazib uyimga 3 ming orttirib kirib ketardim-da. O'sha bir xil payt yonida puli bo'lmay qolib 7 so'm berib qolib, o'qishga borib pulim yetmay qolsa, yangi bozor bor, bilsangiz Qo'qonda yangi bozorda o'qishimni oldi 3 kilometr, o'sha yergacha piyda kelardim-da. Dadam bozorga olib kirib ovqatlantirib, yana uyga jo'natib, o'zida bo'lmasa ham bir imkoniyat qilib bergan inson edi. Shu esimga solib turgan payt bozorga borib qolsak, hozir ham shu bozor hududidan o'tsam, dadam shu yerlarda ishlagan edi. Dadam ichki ishlarda ishlaganda. Kabinetining nomeri haligacha yodimda turadi. O'sha paytda 73lik 45217 nomer. Dadam telefon qilib, "Yaxshimisan? Ana so'zingizsan, tinchmi hammasi? Azor" dedi. Xursand bo'lib kutib olayotgan, kuzatib qo'yadigan otam edi endi. Dadam eslatadigan narsalar shu, menimcha shu yangi bozorda biz yoshligimizdan katta bo'lgan paytlar keyin bizga bo'lgan hurmatini dadam kiyim, deylik bir otalar ko'tarib keladi ko'chadan, deylik bitta krossovka ko'tarib kelsa ham otamniki deb azroq bo'lardi-da, ko'proq kiyardim haligini, ehtiyot qilardim-da. Dadamni yaxshi ko'rgan o'g'li bo'lgan ekanman deb nima desam olib bergan. Shu qo'shiqlarimda ham o'zlari birovdan qarz havola qilib bo'lsa ham studiyada yozgan sifatida bo'ladi. Dadam yetilib boradi studiyagacha. Hamma voqeada dadamni eslayman baribir. Yaxshi taassurotda ota bilan bo'lgan yaxshi davr bu. Keling aka, hozir shu o'rinda onamga tegma qo'shig'ingizni ozgina eshitaylik. Onamga tegma. Shu o'rtada mislasini aytay buni. Otam borligida. Bu qo'shiqda TikTokda bitta platformada aylangan bir misrasi bor. O'zim ham maza qilaman o'sha misrasini aytib beraman.
Otam borligida qila olmadim to'y, ehson qila olmadim, so'ya olmadim qo'y. Mayli meni yondir ko'zlarimni o'y, otamdan ayırding, onamga tegma. Mayli meni yondir ko'zlarimni o'y, otamdan ayırding, onamga tegma. Rahmat. Sog' bo'ling. Ilohim onangizning umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim, rahmat. Yillar duo qilib yursinlar. Ilohim. Aka, birinchi faoliyatingizni boshlagan vaqtingizda Oxunjon Madaliyevning qo'shiqlari bilan chiqqansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin birga ishlamagansiz. Yo'q, Oxunjon Madaliyev biz qo'shiqni boshlagan paytda Oxun akam rahmatli, ustoz deymiz, dadamlar shu qadrda yaqin bo'lganligi uchun biz Oxun aka deb gapiramiz. O'zi dadamlar tengi inson u. Oxunjon Madaliyev ustoz rahmatlini 2000-yil olamdan o'tganlaridan keyin san'atni boshlaganman men. Lekin ungacha bizni katta xolamiz bo'lardilar, ayamda opalar, Salima xolamning xo'jayinlari Samirjon tog'am Oxunjon Madaliyevning sostavlarida shofir bo'lib yurganlar. Unda 011 mashina bo'lardi, Jiguli. 7609 nomeri esimda. Shu mashinada Oxunjonni olib yurganman to'yga, olib kelaman deb kechqurun to'ydan kelardilar. Biz endi xolamlarga ko'p yakshanba kunlari xolamlarga yurar edim. Oxunjon bugun paloncha pul berdi, Oxunjon bilan palonga joyga bordik desa, havas qilib eshitardim insonni. Oxun akam bir yaxshi gaplarini ular ko'p ta'kidlardi. Oxunjon Madaliyev sostavida mayda pullar bo'ladi, to'da tushgan pul. O'sha qancha bo'lishidan qat'iy shofirlarga bo'lib beriladi dedi. Yaxshi taraflarini gapirishardi. Shuning uchun bir ixlosim oshib ketganmi deyman, shu insonni to'yda bir martadan ko'rishtirganlar. Oxun akamda ali endi siz eshitgansizmi, yo'q bir qo'shiqlari bor. Juda ommalashmagan, lekin fanatlari biladi. Sen aldanib qolmagin ukam. Eshitamiz. Bir misli aytib berish qo'shiqni. Eshitaylik. Sochlarimga oq oraladi, orzularni vaqt yaraladi. Hadik tuna uchqur zamona, do'stlarimni xo'p saraladi. Dunyo o'zi yolg'onchi ekan, sen aldanib qolmagin ukam. Bolaligim tushga o'xshaydi, aldoqchi qiz tushga o'xshaydi. Gullayotgan mening armonim, huvillagan ishqqa o'xshaydi. Dunyo o'zi yolg'onchi ekan, sen aldanib qolmagin ukam. Ash qo'shiqlarni to'yda aytganda dadam yonlarida olib o'tirib, surida birga o'tirib duo olgandilar. Men o'g'lim Xudo xolasa yaxshi san'atkor bo'ladi, Oxunjon bir duo qilib bering deb. Keyin ukamning ismini Oxunjon qo'ygan. Madaliyevga havas qilib Oxunjon deb ukamga ism qo'ygan. Lekin u san'atga qiziqmadi, lekin shu dadamning bir orzu havasi menda qolgan ekanda. Shu qo'shiqlarni eshitib, uyda kasetalarda aylanib turadi kechgacha. Ali Yulduz xonim uzun ko'ylak kiyib siz aytishuvlari bo'lgan. Shular biz san'atga olib kirganda shu qo'shiqlar. Aka ko'pchilikka qiziqdi. Baxtiyor G'oziyev qayerda o'qigan o'zi? San'at bo'yicha bilimi bormi degan narsalar. Musiqa maktabida o'qimaganman. Muzikani deydi-ku. Musiqa maktabida o'qimaganman, san'at kollejida 3 yil o'qiganman. Hamma narsani sulh tomonlama, nota tomonlama tushuncham zo'r bo'lmaganda, o'qishda muzikanlikdan keyin uchilishi o'tish kerak bo'lardi. O'sha dadamda nimasi orzulari keyin bo'lganligi uchunmi bilmayman, shu birinchi ijodimizda shu notani tushunib turgan joyimda kollejda eslayman. Kollejda Inomjon Yusupov degan domlamiz bo'lardi, an'anaviy ijro bo'limini tugallatganman. Shu paytda endi estradani ham, maqomni ham, klassika lirikani ham aksariyat sirlarni shu yerda o'rganganman. Pianino chalish, xullas notaga bo'lgan tushuncha o'sha yerda paydo bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha sizlar eshitgan hamma qo'shig'imda aranjirovkalari, yo'llari, ideyalarni o'zim uyda o'zim yozaman, mehnat qilaman. Ovozimgacha. Odam aytadi, o'zim maza qilmagan qo'shiqqa xalq maza qilmaydi-da. Shuning uchun o'zim bugungi ijodimda maza qilgan, o'zimga yoqqan bir talqinda yozilgan ijodni keyin xalqqa namuna qilib xalqqa beramiz uni. Bahosini baribir xalq qo'yadi-da uni. Tushunarli. Ustozlaringiz haqida gapirib o'ting. Kimlar ustozingiz? San'atdagi ustozimiz
dadam deyman baribir. Dadam o'rgatganlar ko'p narsani. Dadam hamma sharoitni qilib bergan, bunaqa qilgan, bunaqa aytgan. Dadam bir yaxshi gapi bordi. Oldin sen san'at uchun xizmat qilasan, vaqti kelib shu san'at senga xizmat qiladi. İnsanlar bozorda bitta do'konni ochib aka, do'konga kirib, o'sha bir 4 mingdir, 5 mingdir, 10 mingdir, 100 minglab pul tikatda. O'shandan foyda olish uchun, shundan manfaatlanish uchun. Biz o'sha san'atga bo'lgan, qo'shiqqa bo'lgan imkoniyatimizni qancha rasxod qilsak ham, birinchi biz o'shani ekib xalqqa bir nima desam, meva soladigan darajada olib chiqqanimizdan keyin uni mevasini biz yeymiz. Hali dadam o'sha gaplari, ustozlarimizdan eshitgan bir gap bor, sen qo'shiqni xalqqa sotasan dedi. Bu degani to'yga borasiz, shu qo'shiq uchun sizga xalq pul to'laydi-da, shunga haq olasiz, shuni xizmatini qilib, shundan siz oila boqasiz, shundan bir tirikchilik qilib kelajakda ijodingizga harakat qilasiz. Shunaqa deyman. Endi qisqaroq javobim shu endi, o'zim tushuncham bo'yicha. So'nggi paytlarda televideniyada ko'rinmay qoldingiz. Chunki sizni ko'p ko'rardik televideniyada orqali. Televideniyada boshlaganmiz televideniyada. So'nggi paytlarda lekin ko'rinmay qoldingiz. Nima uchun? Televideniyani sabablarini aytib keltirib o'tib ketaman. Televideniyada boshida dastlab biz televideniyaga borgan paytda iltimos bilan kirganmiz. Biz ham chiqaylik shu ko'rsatuvlarga yoki biz ham qo'shiqlarda o'qib qilaylik desak, ayrim insonlar bizdan pul so'raganda, o paytlar endi ochiqni aytish kerak, tekinga hech narsa bo'lmagan. O'sha paytda yonimizdan rasxod qilib borib, qanaqa rasxodi bo'lsa qilganmiz, uni ochiq aytaman, bu narsani yashirmayman. Oldin ham yashirmaganman, ko'p narsani ochiq aytganligim uchun ayrim insonlar yomon ko'radi-da. Lekin to'g'risini aytaman, televideniyalarda boshida shu sarflangan paytlarda juda yaxshi e'tibor bo'lgan bizga. Baxtiyorjon, keling. Endi bu hamma televideniyaga taalluqli emas. Bu qo'shtirnoq ichida men eng ko'p chiqqan televideniyaga taalluqli bir inson bor. Ismini aytsam ham bo'lar, balki aytmasam ham bo'lar. Oxirgi paytlar moddiy tomonim, u tomonlama, moddiy tomonlama ularga meni foydam tegmay qolganligi sababli televideniya meni to'xtatgan, chaqirishdi. Buni to'g'ri ma'noda qabul qilsak, o'sha insonlar bilan bo'lgan oqibatim uzilgan. Endi u insonlarda loyihasi bo'lganligi uchun ular bizni chaqirmay qo'yishdi. Lekin boshqa televideniyalar chaqiradi, boramiz. Bizdan hech qanaqa manfaatlanmaydi ular. Chaqirib, Baxtiyorga falon kuni ko'rsatuv kelib beringlar dedi, boramiz. Hammasi chiroyli, shu eski hurmat joyida. Lekin shu bir inson bor, men juda ko'p kadrlarimda u inson bilan o'zim videolar qo'yganman. U insonga bo'lgan xizmatlarim bo'lgan, mening mehnatlarim bo'lgan. Oxiriga borib pulga taqalib qolganligi uchun men bu narsani to'xtatdim. Endi shu inson bilan agar Alloh taolo dilimga solib shu inson bilan bitadigan ishim bo'lsa, men bu narsadan voz kechaman. Sabab qaysidir joyda yaxshilik uchun ham xizmat qilasiz, qaysi joyda manfaat uchun-da. Manfaat uchun bo'lgan do'stlik bu do'stlik hisoblanmaydi. Hali ko'p davralarda aytadigan bir gapim bor, agar biz pul uchun baxtli bo'ladigan bo'lsak, pul tugagandan keyin baxtsiz bo'lib qolamiz. Shuning uchun sog'likka, shu xalqimizga bo'lgan e'tiborni qilaveraylik, xalq bahosini beradi. Baribir qaysidir kuni ham biz o'sha televideniyalar yoki o'sha insonlar balkim chaqirib kelar, balkim yana so'rar, balkim bilmadim nimadir, o'shalardan kelib naftan kechganman qisqasi. Tushunarli. Aka, so'nggi paytlarda shu Yulduz Usmonovani Olma qo'shig'ini qaytadan trendga chiqargan Alisher Fayz bilan ko'rinish beryapsiz. Odamlarda har xil gaplar, har xil fikrlar bo'ladi-da. Foydalanyapti deganlarmi? Hatto pul sanashni ham bilmas ekan. Buni ko'p san'atkorlar to'ylarga olib yurib foydalanyapti degan gaplar bo'lyapti. So'nggi vaqtda Alisher Fayzni olib yurgan san'atkor sifatida nima deya olasiz bu fikrlarga? Alisher akam bunaqa insonda, Alisher akamni tanigan odam, o'sha olma bilan tanigan odam Alisher akam bahoni sayozroq qo'yib qo'yadi-da. 1dan 10 gacha bo'lsa aniq 2 qo'yadi Alisher akam. Qo'shiq so'zini bilmaydi deydi. Keyin har qanaqa davrada baqirib ashlanib turadi. Zerikdik shu boladan degan kommentariyalarga ko'zim tushadi. O'qiyman. Alisher akam kommentariyalarni o'qiyman. Endi Alisher haqida gapiradigan bo'lsam, Alisher akam aka bir shunaqangi zo'r insonki, jonni so'rasangiz jonni berib qo'yadigan xarakterlari bor-da buni. Endi Alisher yo'qchilikda katta bo'lganligi uchun ko'chada kim bilan ko'rishsa, menga pul bering yoki ehson qiling degan bir gap bu odam tark etmadi. Bu yulduz bo'lganda ham, hozir oddiy Alisher aravakash bo'lgan paytda ham tark etmadi Alisher. Alisher o'sha xarakterda katta bo'lgan yosh bolaning bir xarakteri bor unda. Hamma narsani oddiy qabul qiladi, hech qachon so'kinmaydi. Birovni g'iybat qilmaydi. Telegram, Instagram kirib o'tirmaydi. Oddiy telefon ishlatadi. Aloga SMS ham o'qishni bilmaydi. Endi dedonda katta bo'lgan akam, bolalar juda katta bo'lganligi uchun soat pas. Haqiqatda pulni 5 ming, 10 mingligini biladi-yu, sanoqni ko'payib ketib bo'lsa adashtirib qo'yadi. Endi buni foydasiga keladigan bo'lsa, Alisher akamdan qanaqa qilib foydalanadi inson?
Bugungi kunda o'sha trendga chiqib ketganlar uchun ko'pchilik to'yga chaqirishni To'yga chaqirib xohlayapti. turadi, ha. Shuning uchun shu tomonlama demoqchiman, to'yga borib foydalanish. Buni sababi uni javobi oson. Misol Alisher akam birov to'yga turgan bo'lsa, Alisher akam hech kim katta pulga to'yga yetmaydi. Eng qimmat chiqqan to'y $400 bo'lgan. Eng qimmat to'y Buxoroga. Uzoqligi uchun birinchisi. Bordi keldi mashinani kechqurun gaplashdim. To'yda egasi men to'yga ketgan bola biladi buni. Baxtiyorga shunaqa Alisher akam, "Yo, Alisher akam uzoqqa borolmay to'g'ri tushinglar. Qimmatga tushib ketasiz. Necha bo'lsa beraman" deyapti. $400 pul aytdik. Shunda biz olib borib keladigan mashina, qarang. 2 million so'm, 2 million 200 ming so'mga borib keladigan bo'ldi. Yo'lda ishonavering, borib kelganicha 6 marta, 5 marta ovqatlandikda. Uyga zo'rg'a bir arang pul bilan kirib kelganmiz-da. Endi vodiyda to'ylari Alisher akam $100 atrofida 1,5 milliongacha past 300 ming, 400 mingdan, 500 mingdan ketadi. Mahalla uyga kelsam men 1 million ber deyolmayman, unga. 5-600 ming pul beradi. Endi undan men qanaqa foydalanaman? SMM'ga bor, Jasur degan ukamiz Instagramni yurgizadi. Har bitta to'ydan pul beraman bolaga. Alisher chiqib turgan to'ydan 200 ming, 400 ming pul oladi bola. U Alisher qanchaga borishni qiziqadi bolaga. Sabab u o'zi qilib turgan reklamasi, ishim uchun deydi. Men deydi shuni Instagramda ochib deydi yurgizaman aka, shu uchun menga pul berasiz deganda, shunaqa bo'lganda. 400 ming so'm, 200 ming so'm oladi, keyin olib borib keladigan mashinasi bor. Vodiyda luboy mashina Alisher akamni 200-300 ming so'm pulni oladi to'yga borib kelib. Qarang, 600 mingga to'yga oldik, to'y oldik, 200 ming Jasurbekka, 300 ming mashinaga ketdi. 100 ming qolyaptimi? 100 ming so'm telefonga tashlangan kartasi pul bo'ladi. U Alisher akalarimiz ovqatlangan o'tirsa yetmay qoladi. Alisher tushgan puli cho'ntagidagi pulidan menga 1 so'm bermaydi Alisher. Shunaqa odati bor-da, meni tushgan pulimga tegmanglar, to'yga qanchaga olib borsanglar olib boraveringlar. Shuning uchun tushgan pulini aka bersa ko'chada gazga 40 ming pul berishi mumkin. Buni yaxshi bo'lgan joyda ham, hamma joyda emas. Shuning uchun Alisher akamdan bizga katta foyda yo'q. Faqat biz nimadan foydalanamiz? U inson taniqli insonligi uchun kontentlarimizni yurgizishda bizga foydasi tegishi mumkin. Alisher bilan qo'yilgan hamma video rekomendatsiyada. Alisher aka, sizdan oldin boshqa san'atkorlar bilan ham yurgan, to'g'rimi? Boshqa san'atkorlar undan foydalangan. Ismini aytmayman, lekin o'zlari biladi insonlar. Bu videoni ko'rgan paytda insonlar baribir bir tildan o'tkazib qo'yadi buni. Alisher to'yga borardi. Uni olib borgan pulini biz Alisher ko'rmagan. Eng zo'r eslaydigan, otangga balla deydigan shu borda buni. Alisher to'yga borar ekan, shu urgasiga pul bermas ekan. Alisher to'yxonaga chiqamasa keladi, to'yxonaga olib kirib ketadi, yana damasa chiqaveradi. Hatto uyimda o'tirib yurgan paytda ham telefon qilib, aka, shu jo'natib qo'ying, fanatlar so'rayapti. Nega aytdik, fanatlarim qadrdonlarim bo'lgan. Baxtiyor aka, summani kimga beray, o'ziga beraveradi. Qanaqa summa? Shunchaga yaxshi pulga borgan ekanda. Alisher pulga boruvdim, menga unadimi o'ttasam, aka, xabaringiz bo'lsa, Alisherga berib yuboringlar-da. Alisherga beringlar. Shundan keyin bola oqibat qilmay qo'ydi Alisherni. Shu pulni olgandan keyin endi Alisherni to'yga turgan odamlar ko'pincha reklamasi qo'yilgan Instagramga yoki shu qattiq video chiqib qolsa ko'radi-da, shu yozadi qanchaga keladi deb. Keyin Alisherga men $100 ga boradsam $200 kelar ekan deb aytadi. 2 barobarga oshdimi? Albatta, deylik, mashinani $10 ming mashina 20 mingga aylanyapti deganda u. Odamni Alisherga bo'lgan nafrati yoki bir fikri o'zgarib qoladigan joylarida u. Ya faloncha dedi, bu nimasi uchun to'yga ketasan deydi. Nimaga bu odam to'yga olib kelyapsizlar? Bosh o'tishni bilmaydi-ku deydi-da. Lekin Alisher akam bu o'zini bir fanatlari bor. O'zini muxlislari bor insonda. Ko'chada ko'rishib qolsak ham, betanga to'xtasangiz ham, bir benzinga to'xtasangiz ham yoki oshxonaga kirsangiz ham Alisher bir taniqli shaxs hozirgi kunda. Alisher bir odamlarning nazarida bir kuchli bir hamma biladigan bir insonda. Lekin yomonligi yo'q, birovga yomonligi yo'q. Hech qachon birovni burnini qonataman demagan bu inson. Qachon bir san'atkorlar yo bir qaysi davrada o'tirgan bo'lsak, meni dadal gapiradi, xabaringiz bo'lsa, mendan katta o'zi inson. Hurmatim joyiga qo'yib qo'yadi. Ayrim joylarda bir hurmatsizlik qilib qo'ysa, aytib Alisher aka, mana shu noto'g'ri bo'lib qoldi-da, desam, kim bu ishni qilmaydi? U insonga hayotda tarbiya ham beryapmiz desak bo'ladi-da. Aka, buni noto'g'ri, buni to'g'ri. Agar siz Alisherni ilgari ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi kunda Alisher bilan ilgari Alisher ancha farqi bor. Haligi u men seni azizim deb aytadi-da. Yulduz Usmonovani konsertiga keldi, xabaringiz bor, ko'rdingizlar? Yulduz Usmonovani xo'jayinlari spesialni chaqirdi-da buni. Telefon qilib, shu ertaga konsertga kelsalar, 2 kunlik qoldi. Shata mehmon bo'lsa xursand bo'lamiz. Hatto biz kelgan kuni gastitsamiz puligacha to'lab berdi shu inson. Buni alohida e'tirof qilib gapirsak bo'ladigan so'z, bitta oddiy bir hozirgi kunda
qo'polroq qilib aytaylik Alisher. Bir narsalar cheklangan deylik, bir imkoniyat cheklangan insonni ko'nglini ko'tarish deyiladi. Alisher kelib to'g'rida o'tirib, gul olib chiqdi Yulduz opamiz oldilariga. Betti hurmatli ko'rib, o'zimcha aytayapman. Opam hokisonligi birinchi o'rinda, e'tiborliligida Masrakaga 5 bo'lsa, men 6 qo'yardim. Masraka bunaqa inson endi Alisher haqida to'g'ridan qancha qo'shiq aytayapti, telefonga olib turibdi-da. Men ko'rib mazza qilyapman Alisher bilan bu inson o'rtasida tafovut. Bular endi u pul darajasidan, taniqli darajasida ancha katta insonlar. Lekin Alisherga bepisand emasda. Yonidagi bolalarga rahmat deyish kerak. Hammasini hurmatini joyiga qo'yib qo'ydi. Yulduz Usmonovani gapirgan gaplaridan qo'rqib qolganda ko'pchilik. Lekin u inson bilan suhbatlashsangiz, u insonning oldiga borsangiz, undan boshqa insonligini ko'rasiz-da. Ha, u inson endi unaqa insonlar hayotga keladigan insonlar. Men endi ko'proq ko'cha tilida gapiryapman, to'g'ri tushuning. Bunaqa insonlarni qadrlash kerak bo'ldi. Endi paxta qo'yyapti deydi-da. Qarang aka. Paxta qo'yyapti deydi. Men Yulduz opadan biror marta bir manfaatlangan joyim yo'q. Qo'shiqlarni yaxshi ko'rib eshitaman, aytaman ayrimlarini. Men oldida turib ko'rgan inson sifatida aytay u inson. Bu inson eng yaxshisiga loyiq. Primadonna deymiz-ku, loyiq bu so'zga. Men taniydigan san'atkorlar bor-da, dali ismini ularda aytmayman, taniqli insonlar. Lekin san'atkor bilan san'atkor ko'rishganda shunaqa kibrli so'rashadi. Aslida bitta kasb egasimizda, deylik bitta mentor deylik yoki bir taksist deylik, bir-birini ko'rganda, "Jo'ra, oshna bor." Unaqa emasda. Ular sonki, yaxshisiz. Qanaqasi birat tepadan keladi. Bo'ldi, shu yerda tugaydi uni hurmat. O'sha yerda unga bo'lgan nafrat uyg'onadi-da. Endi qaysi to'g'rida sizdan palonchi qanaqa san'atkor desa, oho, boshqa temaga o'taylik deysiz, iloji yo'q. Sabab siz bilasiz uni kimligini, ko'rgansiz yonidan. Kadr bilan, televideniya bilan hayot boshqa narsada aytdi. Ayrimlarini betiga ham aytganman men. Akalar, biz bitta kasb egasimiz. Nimaga bir-birimizga gapirib berishimiz kerak? Ertaga bir joyga xizmatga chaqirsa uyalib qolmaysizmi? Lekin sizdan pulim ko'p deganman, betiga aytgan. Sizdan pulim ko'p meni. Men bu kibrni undan ilk barobar pulim bo'lsa ham qilarmayman. Qayda yasab olasizlar bu narsani aytganman-da. Oriyatib kelganda meni o'sha o'rnida o'tirib, bir xuddi bir shular qaram insonda qolib qolganman-da. Shuning uchun aytaman, Yulduz opani, Yulduz Usmonovani orqasidan kim nima desa desin, lekin men inson haqida u dunyo yaxshi fikrda qolaman. Bu fikrni hech kim o'zgartirmaydi. O'sha kibrlanayotgan san'atkorlarni ko'rib, ko'rmaganni ko'rgani qursin degiz keladi-da. To'g'ri. Lekin Yulduz opa shu ko'rgan insonlarda ular. To'q inson yo'q. To'q o'zlariga to'q inson. Nazar tarafdan ham insonga bo'lgan fikr, u dunyo qarashi ham katta ekan inson. Men videolarni kuzatasizmi? Qur'on o'qib turgan paytda, uyda bir ovqat qilib turgan paytlar qo'yadi-da. Qaysi san'atkorda ko'rdingiz shuni? Mana misol keltirib, xohlagan san'at ismini aytavering bemalol. Men ko'rmaganman boshqa san'atkorda bu narsani. Ko'p san'atkorlarimiz shu Instagram uchun maxsus kontentlar tayyorlashadi-da. Dabdaba kiyimlar, dabdabali joylarda ovqatlanayotgan holatlarni. Tohir aka bitta gapi bor. Baxtli ko'rinishni yuboryapmiz, men kredit yotibdi. Qarang-da. Yulduz Usmonova shu xonadonida oddiy kiyimlarda, oddiy holatlarda o'tirib shu trendga chiqib ketadilar-da baribir. Oddiy gaplar shu yerda ham hali so'kib ham qo'yadi odam. Endi gaplashib o'tirib so'kib ham qo'yadi. Endi maza qiladigan taraflari bor, shaffoflik deymizmi, ochiqlikda. Konsertlarda ham aka kirgan bo'lsam, borgan bo'lishingiz kerak siz. Kuzatib o'tirdim, xalq bilan shunaqa yaqin gaplashyapti, sahnadan tushib gaplashyapti. Shuni ham o'zimcha o'yladim, ha, bu inson ko'ringani kabi ekan. Yasama narsa kamroqda. Endi balki qaydadir Yulduz opamlar orqasida bir gapirgan negativ yozayotgan insonlar bo'ladi, men qo'shilmayman ularga. Hayotda o'zim fikrim bor. Shu fikrimda qolaman. Hayotda hammamiz ham bir aybdor bandamizda baribir gunoh qilamiz, xato qilamiz, noto'g'ri narsani gapirib qo'yamiz. Lekin taniqli insonlar taniqliligi uchun ham ko'rinib qoladi-da. Albatta bekorga taniqli emas-da u. To'g'ri. Men o'sha Alisher omma degan qo'shig'i biz olmani omma deb eslaymiz Alisherni. Alisher talqinida qandaydir ommalashib ketgandan keyin Yulduz opa bu qo'shiqqa e'tibor qilib qo'ydi-da shu bola uchun. Shu demak, sen uchun dedi bugun konsertga chiqdi qo'shiq dedi. Bu eski qo'shiq Yulduz opamni konsertda aytmasa hamchi 10 lab hitlari bor. Bitta konsertda deylik 15 ta qo'shiq aytilishi kerak bo'lsa, olmani sig'dirdi-da shu yerga. Alisher uchun dedi. Men misol shu davrada video olib turgan paytda ko'rdim. Alisherga bo'lgan hech qanaqa xusumati yo'q edi. Alisher dedi, urashiladi dedi. Ki Alisherda bir qo'polligi bor-da, insonlar gaplashtirganda erkalab qo'yadi. Dedi, men sizni qo'shig'ingizga o'ynadim, endi siz ham meni qo'shig'imga o'ynang dedi. Agar iloji montajga qo'yib ketingchi dedi. Instagramga qo'yib qo'yamiz. Yulduz opa ko'nglidan o'tadi, men o'ylasam shu dilbarini o'ynatdi shu yerda.
endi o'tirib qoyil qolish kerak Boshqa san'atkor bo'ladigan bo'lsa, Yulduzapani o'rnida. Ey, Alisher turmas edi. Ha, masxara qilib chiqding qo'shig'imni deyishi ham mumkin edi-da. Alisherda o'z o'rnida bo'lmas boshqa san'atkor bo'lgan. Men ko'p ko'rganman. Ismini aytsam nima bo'lib qoladi-da, u san'atkorlar balki meni yomon ko'rib qolishi mumkin. Davra uchun taniqli bo'lib, davra uchun o'zini ko'rsatadigan san'atkor hokisonlikcha davrada qila olmaydi-da. Uni mansab tushib qolishi mumkin. Uni u haqida insonlar fikri o'zgarib qolishi mumkin-da. Shuning uchun bu insonlarga men aytamanki, ular boshqa, Yulduzapa boshqa inson. Boshqa gap yo'q. Rahmat u insonga. Umridan baraka topsin. Sog' bo'lsinlar. Aka, so'nggi paytlarda biz kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda o'sha oilaviy holati yaxshi bo'lmagan xonadonlar, oilalarga shu ehson yo'nalishini boshladingiz-da siz. Shu pul yig'ib berib, uy qilib berish yoki bir qaysidir taraflarini qo'llab-quvvatlash deymizmi? Mana shu narsalarga o'z hissangizni qo'shishga harakat qilyapsiz-da. Bizni o'zimizning kanalimizga ham chiqishadi, yordam so'rab, bizni yoritib bering yoki yaqinda bir yoqa ushladim to'g'risi, g'ashim ham keldi. Bir opa chiqyaptilar-da. Ozoda Nursaidovani klipida avariya bo'lib ketgan qiz uchun xalqimiz juda ham katta summani yig'ib berdi. Kimlardir uy berdi degan gaplarni gapirdi-da. Meni muammoyim uni oldida juda ham global muammo degan gaplarni gapiryaptilar. U opani maqsadi o'zini shu olib chiqib xalqdan pul undirishda maqsad. Boqimanda qilib qo'ymayapmizmi xalqni? Bir tarafdan to'g'ri qabul qildim gapingizni, to'g'ri gap bu. Boqimanda qilib qo'ymayapmizmi degan savol. Bunaqa insonlar bor-da. Xalq ta'minlab bersin meni degan. Oson pul topish yo'lida bu. Agar hozir men qadrdonlar mana bu inson oyoqlari sinib bir oydan bir uyda yotibdi, ehson qilinglar deb olib chiqsam, qanchadir miqdorda endi ozmi ko'p pul yig'iladi. U nima qiladi? O'sha pulga bo'lgan loyihatni yo'qotadi. Dangasalikni bir yo'li o'zi aslini olsa, ozgina ishga alik bo'lib ko'rni hozir aytyapsiz, falonchaga pul men yig'ilmaydimi degan bir tushuncha bo'lib qolishi mumkin insonda. Lekin men olib chiqib turgan insonlar ehson temasida. Buni noldan aytaman sizga. Alisherni uyini ehson bilan olganmiz. Alisher uysiz bola edi, bilasiz. Ko'rgan bo'lsangiz video davomida o'sha Alisherni qo'ygan videolarimiz hammasini qo'yganman. Hatto ustalarni ham ehson bilan qo'yganmiz. Yordam qilaman degan. Kimdir aboyini olib berdi, kimdir televizorini, kimdir unisini, kimdir bunisini, va hokazo hammasi ehson bilan bo'lgan. Shuni ichiga kirganim bir narsani ko'rdimki, agar bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, bir miskin deymiz-ku, bir imkoniyat cheklangan insonni shu darajada bir xalq bilan bir narsani bir qoyillatib qo'ysangiz, unaqangi mazza qilmaganman-da. Zo'r pul topganimda ham, yo'qotganimda ham bir yaxshi zo'rda yaxshi ovqat yeganda ham unaqa mazza qilmaganman. Alisherni uyini olganimdan keyin menga chiqib odamlarga aytgan telefondagi gaplari meni yig'latganda. Alisherga uyda olib bergan kunimiz bir inson aytdiki, "Baxtiyorjon, yaxshimisiz? Sizdan men Shavkat Zulfiqordan oldim nomeringizni" dedi. Shavkat aka men ustozim deyman bu insonni. O'zlariga malol kelishi bilan Shavkat aka ustozimsiz deyman-da. U odam ko'p narsani o'rgatdi-da menga. Nomeringizni Shavkatjondan oldim deyapti. Jannatga qasrlar muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin dedi. Yig'lab oldim men ko'rib buni. Men agar bu dunyoda bir insonga qilgan yaxshiligimda tagida jannat bo'lsa, bu ishni umrimning oxirigacha qilaman. Ilmi bor inson ekan, tushungan inson ekan, bitta miskinning ko'nglini olish juda katta narsa. Menga ancha narsani tushuntirdi-da u. O'shandan ketdimki, men agar haqiqatda bu muhtojlikni ko'rsam, qo'limdan kelgancha olib chiqaman. Men uni orqamayman. Men bir insonga yordam qilib turganligimdan maza qilaman. Agar o'sha inson men sabab yaxshi bo'lib ketib, yo uyli yo bir nimadirlik bo'lsa, balki bu dunyo, balki u dunyoda bir narsaga sabab bo'lib qolar shu inson. Shunga maza qilaman, shunga xursand bo'laman. Lekin olib chiqib turgan insonlarga e'tibor bergan odam biladi, yo jigar sirrozdan, yo bir juda og'ir xastalikdan dard chekkan inson yoki uysizlikdan. Men aqlim yetsa keyin uni olib chiqaman haq to'g'ri. Bo'lmasa aralashmayman bu ishga. Albatta qilgan yaxshiliklaringizni ajri bo'ladi inshaalloh. Lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da. Bizga ham shu chiqishganda shu karta raqam qo'yib pul yig'ishda yordam beringlar degan vaqtda men rad javobini aytaman, chunki o'zim qo'rqaman yomonotliq bo'lib qolishdan, shu pulni o'zi yemayaptimikan degan gaplardan. Sizda ham shu holatlar bo'ladimi? Negativlar.
xalqda har xil tushunchalar bo'lishi mumkin-da, shu ehsondan foydalanayotganlarni ham ko'ryapmiz, o'zini cho'ntagiga urib ketayotganlarni ham ko'ryapmiz-da. Har xil negativlar bo'ladi. Shu otiladigan toshlarga siz rozi bo'lib boshladingizmi? Nadomatlar nima desam, nadomat deymizmi, bir afsuslanish deymizmi, negativ deymiz, hammasi shuncha ichida bor lekin. Ehsondan foydalangan inson bu dunyoda emas, u dunyoda ham javobini o'zi beradi. Oxiratda men siz uchun, siz men uchun hech narsa qilib bera olmaysiz. Alloh taoloning oldiga borganimizda men bir miskinning haqqini yeganman, shu uchun o'zim javob beraman deb turgan bo'lsam, to'xta palonchi chaqirdim deydi. Yana bir tushuncham o'zim bilgan narsa, shu yerda ham yaxshi gaplari bor. Bu ishda temirdan tish kerak deymizmi? Shunaqa dedi, ignada chuqur qazigan bilan-da deydi. Kimdir 1000 so'm tashlaydi, kimdir ayrim davrada o'xshagan holatda pul. Shunaqa paytlarda hajorat bo'lib qolsangiz bo'ladi dedi. Alloh Xudodan boshlaymiz. Lekin yana bir narsani guvohi bo'ldim. Bizni aldagan insonlar bo'lganda, ehsonga deb chaqiradi, o'zi yaxshi sharoitda yashaydi, noshukur. O'zini shunaqa ko'rsatib olib chiqadi, unga prosmotr ham bo'lmaydi, pul ham bo'lmaydi. Yuqorida shu narsalarni nazarda tutdimda, o'sha boqimanda qilib qo'ymayapmizmi xalqni degan narsa. Dangasaligida u inson vijdon deymizmi endi? Shu vijdonga havolada bu inson bizga chiqib turganda ilgari e'tibor bermagandi. Endi hozir borib shu qaysidir davrada shu insonni bir ehsonga olib chiqadigan bo'lsam, mahallaning raisi bilan ham gaplashyapman-da. Bu inson o'sha yerda yashaydimi? Kim o'zi bu inson? Nima shunga muhtojligi bormi? Haqiqatda ha bor desa o'zini kursga olib kelib qo'yaman. Biz bugun shu inson bilan ehson olib chiqmoqchimiz. Agar kam ketadi yo bir juda noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa, o'zingiz guvoh bo'ling deb. Ayrim joylarda kerak bo'lyapti shu narsa ham. Haqiqatda siz aytgandek o'zi yaxshi yashaydi, ozgina qiynalib qolsa ehson. Ehson kimga qilinadi aka? Ehson bugun haqiqatda shu muhtoj, haqiqiy miskinga qilinadi. U haqdorda u. Uyi buzilib yotibdi, zo'rg'a yashayapti, borib ko'ramiz, iloji olib chiqish kerak uni. Bir kishi yotibdi, pochkam deydi yoki buyring qurib qolgan, yordam qiling dedi. Borib ko'rasiz, ilojini olib chiqasizdan uni. Yana kimdir hozirgi kunda eng rivojlangan kasallik jigar sirrozi. Bir kunda kamida 20 marta telefon bo'ladi. Baxtiyor aka, jon aka. Men unga nima deyman? Yo'q deyolmayman. Ichki sabr qilib turing. Agar Xudo dilimga sabr yo'lim ochilib qolsa, boraman uyingizga. Borib qo'limdan kelgancha olib chiqib, o'zini kartasini qo'yib, shu yaxshiligim shu bo'lyapti xolos. Sanatim borda meni. O'zim ijodim bor, o'zim to'y muxlislarim bor. To'ydan ortgan paytimda bo'sh vaqtim bo'lsa, insonlarga yaxshilik qilish. Shu bugungi yashab o'tib ketib turgan zamonda arqamdan bitta gap, yaxshi insonni Alloh rahmatli degan gapni eshitish uchun qilaman bu ishni. Boshqa narsa yo'q edi. Hammamiz bandamizda nafsimiz bor o'zimizga yarasha. Mana bu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda ko'rishyapti-da hamma endi. Katta-katta million pul yig'ilganini ko'rgan ko'zlar foydalanmoqchi ham bo'lishyapti. Nafs aytarkanda bos gazini deydi. Senda imkoniyat bor deydi. Mana deydi, yig'ilyapti deydi-da. Endi hozir ko'payib qoldi shekilli shunaqa holat. Kuniga kamida bir bo'lmag'ir shunaqa insondan kamida bir 15 marta telefon bo'ladi. Nima ehtiyojingiz bo'lsa, meni yerim deydi, ozgina uyda o'tirib qolgan, qiynalyapti, doriga pul yo'q. Opa deyman, siz oyog'ingiz yurib turibdi, ko'z ko'ryaptimi? Xo'jayin soppa sog'mi? Yetishmovchilik endi hammamiz, men ham uyimda bor, yetishmovchilik. Uyimda yog' tugab qolishi, kartoshka tugab qolishi yetishmovchilik emasda. Harakat qilgan inson ilpasa bo'ladigan. Ha endi bir jigar sirrozi bilan yoki bir oyog'ida nogironligi bilan yo qanaqadir nuqsoni bilan chiqadigan inson endi unga qanday yo'q deyasiz? Uni ko'rib turibsiz-ku. Balkim Xudo sizni oldingizga jo'natgandir. Sababchi qilibdi. Shu bir shuni gaplashgan vaqtingizda ham o'zi bilinadi. Ovozini ohangidan bilaman bunaqa insonni. Ovozini ohangidan. Bitta telefon bo'lganda shu, "Alo, yaxshimisiz? Baxtiyorjon, tuzimisiz?" Sirasi maqsadga o'tadigan insonlar bor-da. Bizga yordam kerak edi-da. Ayrim inson boshlaydi, "Assalomu alaykum o'g'lim. Ozgina shu kasal bilan og'rib qoldik. Shunga qanaqadir yordam qilsak, eshitaman uni." Iloji yo'qda, gapini oxir nima bilan tugaydi. Bir xilga odam sirras maqsadga o'tadi-da. Yordam qila olasizlarmi? Yordam qila olasanmi degani bo'ladi. Mayli deyman endi Allohcha hammasi. Sog' bo'ling, ilohim, mana shu savobli ishda bardavom bo'ling. Toshlar baribir otilaveradi. Negativlarga ham bo'lgan. Hozir ham bor. Hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. E'tibor bermang. Faoliyatingiz bardavom bo'lsin ilohim. Juda ko'p insonlarning duosini oling ilohim. Siz bilan mana intervyumiz so'nggi daqiqalari yaqinlashyapti-da. Yana aytar so'zlaringiz bo'lsa eshitamiz. Oxirgi intervyu oxirgi so'zlarim meni, bu so'zlar balkim tarixda qolar. Balki kimdir bu so'zlardan ibrat olardi. Bugun yashayapmiz-da.
hozir chiqib yaxshi ovqat yeb, bir qadrdonlar bilan cho'tki davrada o'tiramiz. Hozir chiqib, yana kimdir yashayapti. Ozgina doriga pul yetmay turibdi. Shuni nima qilsamikin, endi qaydan pul topsamikin? Yana kimdir yashayapti-da, ertaga zo'r mashina olaman, ota-onamni umraga jo'nataman. Va hokazo har xil tilaklar bilan yashayapmiz-da. Lekin oxiri yaxshi bo'lsin. O'taydigan dunyoda yaxshilik qilishga, birovlarga bir qo'limizdan kelgan bir manfaatli ish qilishga, bugungi san'atimiz bilanmi, qilib turgan ishimiz bilanmi qasd insonga bir foydamiz tekkanligidan xursand bo'lib yashashlikka Alloh o'zi qodir qilsin, o'zi muyassar qilsin. Nima desam ekan, so'z oxirida aytadigan so'zlarim shuki, bugungi qilib turgan yaxshiligimiz javobi u dunyoda albatta bo'ladi. Agar meni qo'shig'imda biror joyda eshitib qolsangiz yoki bir men haqimda bir yaxshi gap bo'lsa, qaysidir o'rada Alloh rozi bo'lsin. Alloh barakasini bersin, Alloh xayrli qilsin, yozib qo'ysin, xursand bo'laman. Boshqa hech narsa kerak emas. Qolgan hamma narsamiz bor, inshaalloh. Hamma narsamiz yetarli. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Qadrdonlar bir-birimizga yaxshilik qilaylik, yaxshilik tegida yaxshi narsa turibdi inshaalloh. Sog' bo'ling. Azizlar, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kelgusi sonlarimizda kimlar bilan intervyu qilishimizni xohlaysiz? Fikr mulohazalaringizni albatta kutamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.